Salom Premium Cola. İftorlik uchun ayni muddao Plus Semi saytida qopqoq ostidagi kodni skanerlang. Makkaga sayohat va boshqa qimmatbaho sovg'alarni yutib oling. Ramazon lahzalarini Salom Premium Cola bilan kashf eting. Bugungi videoda 1000 so'mdan 10 million so'mgacha milliy ovqatlarni yeb ko'ramiz. Mana bu go'sht ustida oltinmi? Nima? Unda birinchi bo'lib 1000 so'mdan boshlaymiz va 1000 so'mga faqatgina qurt oldik, chunki boshqa ovqat olib bo'lmaydi. Ko'rib turganinglardek O'zbekistondagi eng katta ovqat bozori Chorsiga keldik. Ko'ramiz hozir 10 ming so'mga nima topib yeb ketamiz. Kelinglar Chorsudagi ovqatlarni narxlari bilan tanishib chiqsak. Xonim 7000 so'mdan, shashli 22000 so'mdan, osh 40000 so'm, qasib 50000, norin qazisi bilan 60000 ekan. Chorsida narx-navolarni o'zingiz ko'rdinglar, lekin 10 ming so'mga ovqat topmadik. Hozir akamizdan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Hormay charchamayapsizmi? Allohga shukr. Shashliklar qanchadan aka? 22 mingdan. 22 mingdan. Lekin biz qanday topamiz? 10 ming so'mga shashlik bera olasizmi? Iloji bor hamma narsa. U ana 10 ming shashlik qilib beraman deyaptilar. Gap yo'q, faqat qanaqasidan? To'g'rilikdan. O mana bizning shashligimiz ham tayyor bo'lib qopti. O ana rahmat kattakon. Mana aka. Hoppa, joni sog' bo'lsin. Endi buni mazasini baho beramiz. Tutun chiqishini qaranglar. Qaynoq qana mazza. Shashligimiz juda ham mazali chiqdi. Keyingi ovqatimiz 50 ming so'mlik bo'ladi. Ketdi. Albatta bizda keyingi taomimiz bu O'zbekistondagi men uchun eng nomerajin ovqat osh yegani 5 qozonni Yunusoboddagi filialiga tashrif buyurdik. Ko'ramiz 50 ming so'mga osh topa olamizmi yoki yo'qmi? 5 qozonda rostdan ham katta 5 ta qozonda osh tayyorlashar ekan. Hatto nonni o'zligi yopishar ekan. Bu qozonni qaranglar kattaligini necha tonna deb o'ylaysizlar? Fikringlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Oshlari narxiga keladigan bo'lsak, to'y oshi va choyxona 46 ming so'm, zig'ir osh 48 ming so'm, devzira oshi 57 ming so'm, maxsus to'y oshi esa 48 ming so'm ekan. Biza full komplekt etdik. Qolgan narx-navolar, lokatsiyalari Telegram kanalimizda. Mana do'stlar, biz oshimizni ham zakaz qilib oldik. Faqat biroz emasman. Men bilan Hasan 19. Yo do'stlar, hammaga salom. Qani bo'lmasa, uni to'y oshimizni yeb ko'ramiz. Ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. 5 qozondan juda ham ko'p marta yeb turaman. Nima deysiz? 50 mingga taklash stoytmi? Lekin stoyda 50 mingga zo'r. Xullas, men bu narsadan hech ichmagan ekanman. Buni nomi g'urob deyilar ekan. G'urob. Xullas, achu narsa osh yeyishdan oldin ichilar ekanda. Lekin men achu narsaga to'g'risi yo'qman. O'zi ichilarmidi bu narsani? Meni ichilsa kerak. Lekin men to'g'risi buni ko'rinishini ana turkcha choylar bo'ladi, o'shanga o'xshatdim. Achu o'xshatdi. Xuya söyle. Biz navbatdagi ovqatga o'tamiz, ya'ni 100 ming so'mlik taomimizga. Let's go. Ketdi. Biz va nihoyat 100 minglik ovqatimizni yegani 3 qahramonga, ya'ni Gul bozorga yetib keldi va bizning keyingi mehmonimiz Oybek bozorchi bola. 100 minglik ovqat deysiz. 100 minglik ovqat. Nimaga sizni bozorga chaqirdim bilasizmi? Nimaga? Chunki siznikiz bozorchi bo'ladi. Lekin men uchun ovqatlarni yeb yurmayman. 100 minglik ovqat qanaqa ekan bilmadim. Bu yerda juda ham mashhur bo'lgan haqiqiy original moshkichiri, ya'ni Hasan moshkichirini yegani keldi. Eshitganman, lekin hech ham yeb ko'rmaganman bu ovqatni. Qanday bo'lsa popro qilamiz. Aytmoq 100 ming shunda kishi boshiganmi-ku? Bitta moshkichirini 85 ming, hozir men sizga takoy 100 minglik qilib beraman. Hazillari bilan. Bo'lmasam, Bizda ketdi. bitta porsiya moshkichiri qassi bilan 110 ming so'm bo'ldi. Noni, choyi ichida. Lokatsiyasi Telegram kanalida. bo'lmasam. Mana aka-ukalar, biz mana moshkichirimiz ham yetib keldi. Ko'rib turganinglardek moshkichirini hozir yeb ko'ramiz. Qani Hasan aka? Hasan aka. Voy. Oybek aka, boshlang. Bo'lmasam bismillahirrohmanirrohim. Yelka derkanlar yaxshi. Oybek aka, bizning YouTube videomizda hech tushmagan ekanlar. Mana birinchi marta chiqyaptilar. O'shaning uchun ham like bosinglar. Obuna bo'lib qo'ying. Aytgancha bugun Oybek akaning tug'ilgan kunlari. Bundan keyingi ovqatimiz necha pullik bo'ladi, bilasizmi? Necha pullik? 500 minglik. Mana obrasmi o'tkazish?
Olib boringmi? Boring. Yo'q. Mana do'stlar, biz 100 minglik moshkichir ovqatimizni yeb ko'rdik. Demak, biz keyingi lokatsiyaga boramiz. Let's go. Yo, aka-ukalar, biz 500 minglik setimizga ham yetib keldik. Bizning keyingi mehmonimiz Sara Maloy. Yo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz bugun nima ovqat yeymiz, bilasizmi? Yo'q. Qaraylik, kiyimimizdan ham bilsanglar bo'ladi. O'sha O'zbekistondagi eng mashhur 5 barmoqlardan mehnat 5 barmoq yegani keldik. Qanday o'zi 5 barmoqga qanaqasiz? Yeyish yaxshi ko'raman, mana shunaqa kuch beradigan ovqat. Ana, endi har doim fast food emas, mana bunaqa kuchli ovqatdan yeb ko'ramiz. Hozir ichkariga kirib, ovqatga baho beramiz. Ketdi. Bu joyni Instagramdan ko'rib keldik. Sharoiti juda ham zo'r, ovqatlari mazzali. O'tovga esa bitta 5 bor. Bu videodagi hamma manzilimizdagi ovqatlarni o'zimizni pulga sotib oldik. Shuncha mehnatga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq turizm minti bo'lib olaylik. Narx-navoga kelsak, bitta porsiya 5 barmoq 120 ming so'mdan. 3 ta porsiyasi salati, qatig'i, qimizi, noni bilan 595 ming so'm bo'ldi. Men bugun Zafar bilan ovqat yeyman deb bilganim uchun kecha ujin ham qilmadim, o'tgan kuni obedni ham qilmay keldim men. Voy. Ha, shu ko'rishganimizdan bir oy qishlayman, ro'za tutganman. Qimiz ichamiz. Qimiz ichamiz. Aka-ukalar 5 barmoq kiyguncha buni qaranglar, eksklyuziv qimiz hozir mana birinchi buni qaranglar. Mana qimiz. Voy. Salomaloy quyib berdi mana. Hozir bizda bunaqa taxtali kosamizda qimiz, bunaqa norinimi yo 5 barmoqnimi suvi. Buni bitta ko'rsanglar bo'ladi. Qani ham shu zo'r ekan. Qarang, qo'llab ko'ramizda birinchi o'rinda. Bismillah. Vashi zo'r ekan bu. Keyin sho'rda bo'ldim, lekin zo'r ekan mazasi. Pishligindan qimizdan ichib ko'ramiz. Mana aka-ukalar, bizani 5 barmog'imiz ham keldi. Wow! Rahmat kattagon. Nomlarni nima ekan bu? Yiqilishini qarang. Buni xamiri tegidami shunda? Shunaqa birinchi go'shtini, keyin xamirni yeysiz. Вообще chotki. Qani birinchi nimasidan solib beray endi? O'zingizdan bilib qani bitta soling men. Men bu narsadan solib berayim keldi. Hamma narsa обязательно mana. Hammadan keladi. Dumbachi. Dumba yo'q. Oling, yoqimli ishtaha. Bismillahirrohmanirrohim. Bilmadim, ko'p pishirishganda shunda maydalanib ketadi. Bitta maydalanib ketadi. Ba'zi gap bor, og'zingizda erib ketadi. Masalan, suvni oqishini qaranglar. Suvlarni qaranglar, otilishini. men hozirman piyozga chiqishmayman. Aka bo'ladi, qani yeb ko'raylik. Xamirga qaranglar. Oy. Sariq bo'ladi, okey? Lekin yomon yeryapti. Da, вообще zo'r yeryapti. Xamir bunchalik og'zi erishini birinchi marta mazasidan yeb. Bu juda ham zo'r. Har doim men yegan 5 barmoqli qalin bo'lardi-da, chaynaladigan bo'lardi. Bu riski og'zida eryapti, xamirni o'zi. Assalomu alaykum. Meniki mehnat 5 barmoqqa aka-uka mana og'alar keldi mana. Assalomu alaykum. Xush keldingiz. Siz charchayapsizmi? Omonmisizlar? Instagramdan ko'rib, masjidga yegani keldik. Hozir Qo'rizordan Sergeliydan keldik. Yeb ko'rdik. Вообще zo'r ekan. Gap yo'q. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Hammalarga maslahat beramiz. Вообще zo'r ekan lekin. O'zingizni ko'rib qolganimiz ham zo'r bo'ldi. Kuzatamiz. Rahmat, ketdingizlar. Haqiqatda endi. Zo'r. Chotki. Nechta 5 barmoqlar yegasiz qo'yandi? To'g'risi. Birinchi marta endi ham 5 barmoq yeganim masjidga keldik-da. Endi xalqning nimasidan chiqibdi endi bizda bilasizmi? Unadimi? Zo'r. Chotki. Kelingizlar mehnat o'g'il Qozog'cha 5 barmoqqa mana ulkan yigitlar tomonidan 5 barmoqni berib. Ana ketdi. Mana biz hozir 500 million ovqatimizni yedik. Endigi navbat 1 millionlisiga. Let's go. Yo aka-ukalar, bizda mana nihoyat 1 million so'mlik ovqatimizga ham yetib keldik va bizning navbatdagi mehmonimiz Boburello. Let's go. Assalomu alaykum. Hammaga salom, jigarlar, yaxshimisizlar? Men ozgina uyalmayman, chunki bu joy uchun takoy sportivniy slishkim kiyganman. Menga o'xshab emas, takoy. Justin Bieberga o'xshab emas. Lekin sizga ham yana bitta kutilmagan sovg'amiz bor. Nima ekan bu? Hozir biz 1 million so'mlik ovqat yeymiz, tushunasizmi? Menga bunaqa syomkalar yoqadi-ku. Let's go. Unda ichkariga kiramiz.
Aka-ukalar, biz hozir ichkariga kiramiz va Bobur Alloga sirli mehmonimizni ko'rsatamiz. Let's go. Kim ekan bu? Assalomu alaykum. Avonchik. Bu yerda biz 3 xil ovqat aytdik. Burgerlar, qanotchi qanotlari va qo'y go'shtidan ajoyib ovqat. Bularning narxini video davomida bilib olasizlar. Agar siz bizni videolarimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Va nihoyat anchadan beri bu bolalar bilan biz kontent olmayotgan edik, to'g'rimi, Murat? Ha, azizlar. Va endi bizni kontent olishdan oldin hamma blogerlar bilan bitta maza qilib ovqatlanib chiqamiz. Endi yaxshi suhbatdan keyin yaxshi ovqat ketadi. O'shanga bugun neobычный, noodatiy ovqat zakaz qilamiz va bizning yeydigan ovqatimiz hozir go'sht bo'ladi, 1 million so'mlik. 1 million so'm? Da, 1 million so'mlik 3 kishiga. Menga bunaqa syomkada yo'qotdi. Endi ish qilib yo'laysiz siz? O'zi bu yerda yeganmisizlar bu narsa tam. Eng qimmat yegan ovqatingiz necha pullik bo'lgan? $1 million. Короче, men eng qimmat narsa yegan, наверное, o'zimni, kстати, videomda steak house'ga borganman, 1,5 millionga steak. Ha, 1,5 millionga steak. Normal. Yaxshi. Sizchi eng qimmat yegan narsa? Men istoyman. Men uchun eng qimmat narsa bu Onam pishirgan ovqat, da. shunaqa demoqchi. De. Yes. Da. Men uchun eng qimmat yegan ovqatim bu ertalab onam qilib bergan zavtrak. Mama criminal. Oyim qilgan ovqatni mama criminal. Unda biz ovqatimizni zakaz qilamiz. Let's go. Siz umidvor, что наоборот men yeta olmayman. Men shundan umiddaman, jigar. Besh yutolni karlab turadi hozir. Уже. Senga paxta ham chiqib qoladi. Zafar o'zini kanaliga chaqirdi, ovqatlantirdi, suv ham qo'yib beradi. Мне кажется, идеал блогер. Я благодарю, я любой парень просто. Да, любой парень, поэтому... Любой qiz orzusi unaqa bo'ladi. O'zi olib kelyapti, ovqatdan turib suv qo'yib beradi, eshik, onasini ham sen qizlar Ramazon ayyomingiz muborak bo'lsin. Oy. Mana bizning birinchi o'sha blyudamiz ham, birinchi ovqatimiz keldi. Bu nima burger bu? Avvalo xush kelibsizlar. Burgerimizning nomi bo'pka qamchi. Aha. Sarimda qovuriladi. Aha. Oldi oddiy bo'lishi, bu mazasi juda ham shirin. Bu yerda firmini burgeri, buni burger yeyish uchun Ular prям O'rta Osiyodan spesialni kelishadi mana shu burgerimizni yeyish uchun. rahmat. Buni narxini bilsa bo'ladimi hozir? 4tasi 252 ming so'm, 8talik qo'shsangiz ham bor, 502 ming so'm. Aha, bu bizning birinchi ovqatimiz. Mana birinchi burgerimizni ham hozir yeb ko'ramiz. Bu burgerni yeyish uchun da qaynoqqina O'rta Osiyodan kelishar ekan. Qaranglar, qirsilishini qaranglar. Burger qirsilyapti. Bitta qaymoqli yemak tako'rgan. Prям tutdi bor. Shuncha burgerlarni yeganimda go'shtiga emas, noniga ham e'tibor berardim. Noni takoy свежий и qaynoq qiladi. Qirs qilyapti-yu. Короче, mening fikrim, nima qo'shsa bo'ladi deb o'ylaysiz bu ishni? Mayonez? Хотя помидор yoki vodka qo'shardim, lибо list. Bu yerda обзор qilsa bo'ladimi? Просто, anaqa go'sht и ikkita булочка. И булочкangizda ichida sir bilan sariyog' qo'shilgan. Ozgina sochliroq qilardim. Bu brat. Menimcha, Qarang, sochli ham yo'qdi borda. bu minimalizm-da, bram. Demak, bizda o'sha keyingi ovqatimiz ham yetib keldi. Oho. Wow. Bu nima ekan endi bu? Bu firmani kureniy qilish qanotchi. Qanotlarimiz marinovkasining ustida 6 oy ishlangan. 6 oy ishlangan marinovkasida tasavvur. Ta'mi juda ham shirin. Ozgina o'stirib, appetit oshirish uchun so'us ustida ishlangan. Ana, ishtahani oshiradigan ovqatimiz. Bu nomi qanotchalar, bu yerda mana shu ovqatning nomi uchun shu zavедениyaning nomi qanotchalar qilingan. Qanotcha, to'g'rimi? Eng qiziq vaprosga javob bering endi. Narx. Bizda eksperiment bu garet zapiska bo'lgani uchun o'sha ovqat taomdan zakuska bu. Bizda ikkinchi ovqatdan oldingi beriladigan zakuskamiz, ya'ni o'sha qanotchalar. Hozir buni yeb ko'ramiz. Qani boshlaylik. Boya men birinchi edim, endi sizlar birinchi yeb ko'ringlarchi. Makaniya qilamiz. Sovusidan, ha? Sovusidan. Lekin sovusi slishkim appetitni ko'ryapti. Va suv chorasi bitta.
Yeb ko'ring, normalniy. Achchiq ekan lekin. Да. Короче, там shirin, просто anaqa. Такой сладкий. Nimadir? No, tushunmayman. Sabziga o'xshaydi. Yo'q, lavlagi. Да, lavlagi. Перевод bo'ldi, yozmayapti такой ruschada. Voy, blo! Brat, olov qarang. Olov. Oy. Nechi pul bu? 1.65 so'm. Odamlarga Zafar qattiq olib keldingiz mana, jigar. Mandarin. Anorni donasi ip yoz. Bu shunda yaxshi ketadimi bu bilan? Ovqatlarimizni hozir mazasini tatib ko'ramiz. Let's go bolalar. Da. 1.600.000 so'mdan qimmatroq turadigan go'shtni ta'mi. Ну, прикольный ta'm. Sho'rvaning go'shtini ta'miga o'xshaydi. Wow. Ну, lekin zo'r, короче. Sedan zo'r ochgan. Sous. Nereyaga sous? Zafar. Uchinchi ovqatdan keyin sizni 3 marta ko'proq yaxshi ko'raman. Go'shtga gap bo'lishi mumkin emas. Prям og'zingizda eriydigan go'sht menimcha narxiga stoyid, chunki bu 6-8 soatdan beri pishirilib kelyapti. Oxirida bizga olovda mana shunaqa sho'la bilan suzib berishyapti. Bu menimcha просто prime luxury go'sht. Sous aynisi, sous bilan sousi ana, sousi ta'mi bir ideal emas. Ishsag'ani shunaqa oshyapti, shunaqa kirib ketyapti. Ketyapti-de, go'sht ketyapti bor. No, shunchalik qimmat ovqatni Zafar zakaz qilgani uchun va shunchalik katta pul sarflagan uchun respekt qilib kommentariyda aka deb yozib qoldiringlar. Shuncha mehnatga, shuncha ovqatga, shuncha xarajatga bitta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolsa yaqinda 400 mingta bo'lamiz aka. Hoppa. Lekin Bobur bu eng oxir emas, chunki bundan keyingi videomizda 10 millionlik ovqat bo'ladi. 10 million? 10 millionlik ovqat bo'ladi. Faqat bu 10 millionlik ovqatimizni bu videoda emas, chunki bu videoning o'ziga ancha-muncha summa kirib ketdi va bizning eng qimmat topgan ovqatimiz tillada qilingan steak narxi 26 million so'm bo'ladi. Agar shu video 50 mingta like yig'sa, biz shu sostav bilan o'sha go'shtni yeb ko'ramiz. Video shu joyda tugadi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go!